Assalomu alaykum o'rtoqlar, sog'-omonmisiz? Bizni bu safargi sayohatimiz Kitob tumanining shimoliy-sharqida, ya'ni Kunchiqar tomonda joylashgan, yashirin va so'lim go'sha hisoblanadigan G'ilon qishlog'ida bo'lib o'tadi. Miraki turizm zonasiga yetib keldik. Oilaviy kelib bemalol dam olsangiz bo'ladi. Kanat, osma ko'prik hammasi shu yerda joylashgan. Kitob tumani markazidan bu yergacha bo'lgan masofa 30 kilometrni tashkil etadi. Miraki suv ombori. 5 kilometr yo'l yursak, ikkita soyda qo'shilgan joyga yetib boramiz. O'ng tomonimizda Sayat, Hisorak, Suvtushar qishloqlari joylashgan. O'rtoqlar, shunday ikkita soyda qo'shilgan joyiga turibman. Bu tomonimga bu darani ichiga Nondek, Sarchashma hamda Tamshush qishloqlari joylashgan. Mana shu darani ichiga 3 ta qishloq joylashgan. Bu tomonimga esa Yakkaxona, G'ilon hamda Ko'l qishloqlari joylashgan. Biz turgan joydan G'ilon qishlog'igacha bo'lgan masofa 25 kilometr masofani tashkil etadi. Bu ikkita soy Miraki suv omboriga quyiladi hamda u yog'iga Oqsuv daryosini hosil qiladi. Bu yog'iga yo'limiz endi mashq holatda davom etadi. Yo'limiz ancha ta'mirtalab bo'lib qolgan. Oz emas, ko'p emas, shu holatda 25 kilometr yurishimizga to'g'ri keladi. Lekin atrof yaxshi, tomosha qilib, dara bo'ylab suv yoqalab yo'limizda davom etaveramiz. Yo'limizdan ajoyib bir narsaga duch keldik. To'g'on qurishayotgan ekan. Hamda mana bu yoniga sal texnik nosozlik ham bo'lgan, mashina kabinasi ko'tarilib qolibdi. Endi ichida turgan kabinada turgan odamning holatini tasavvur qila olasiz. Bu yerga mana ikkita joydan ikkita g'ulbani ichiga suv kiradi va g'ulbaning uzunligi 10-15 kilometrgacha cho'zilgan. Suvni harakatini tezlashtirib beradi va natijada tok ishlab chiqariladi. GES qurilayotgan ekan. Bu yoq to'g'riga ketsangiz, bu Ko'l qishlog'iga olib boradigan yo'l. Ko'l qishlog'igacha 16 kilometr. Bu tomoni G'ilon qishlog'iga boradigan yo'l. Mana G'ilon qishlog'igacha 9 kilometr. Bu yog'iga endi yo'limiz tekis, faqat tepaga qarab ko'tarilamiz. Atrofga bir ortiqcha ta'rif berishga menimcha hojat ham yo'q. Dara bo'ylab toqqa qarab tirmashamiz. Ozgina damni olib, keyin yana yo'limizda davom etamiz. Bu yerga to'xtab o'tmaslikning iloji yo'q. Chunki atrof juda yaxshi ko'rinadi. Mana shu daraning orasidan chiqib kelyapmiz. Yana uzoq yursak qishloqni chekiramiz. Oz masofa qoldi qishloqqacha. Tog'larning qori hali shunday turibdi. Qishloqning ichiga ham hali quyosh tegmagan joylariga hali qor erigani yo'q. Va nihoyat qishloqqa kirdik. G'ilon qishlog'ining mana ko'chalari. Bu xonadonga kiramiz, mehmon bo'lib, ozgina damni olib, keyin qishloqda aylanamiz. Qishloq ko'chalarini aylanamiz. Mana shu suvning boshiga boramiz. Ana shilankalar ko'payyapti bu yog'iz. Chunki mana bu yer ostiga har xil tomonga tarqab ketgan.
Mana bu yerda ichkariga kirgan ekan. Bu holatda boshqa joylarga ko'p uchratavermaysiz. Bitta xonadonning ichiga buloq joylashgan. Bu buloqdan chiqqan suvni aholi o'zini yashab turgan joyiga bu plastmas shlankalar orqali o'zini ko'chasini boshiga suvni olib ketishgan. Tepasi uy. Mana bu tepaga ko'rsatgan shlankalar. Mana suv kelyapti. Mana buncha qo'shilib yig'iladi va bu yerda mana shlankalar tarqab ketadi, ya'ni aholiga. Tarqatib beradi. Tepki yo'qmi? Ikkita uyning orasidan shuncha suv tushib kelyapti. Soyning ichiga suv tegirmoni bor. Olib ko'raylik-chi. Bu daraxtlar hammasi olma. G'ilonning olmasi dovurg'i ketgan, qurt tushmaydi bular olmasiga. Gapira. Mana mashina chiqib kelyapti. Bu yo'lni mashinasi mana menmida o'zi. Sizlarga zo'r bitta narsa ko'rsataman. Mana shu ro'paramda turgan teraklarga e'tibor qilasizlar. Atrofim to'la terak. E'tibor qilishinglarni so'rayman. Qarang, mana shu ko'rsatgan har shuncha terakimni birontasi egri o'smagan. Faqat tepaga qarab o'sgan. Nima uchun? Bu dara bo'lganligi uchun, balkim shamol yo'qligi uchun shunaqa tepaga, osmonga qarab o'sganmikan. Bu sababini bilmadim, lekin hammasi bir tekis osmonga qarab, tepaga qarab o'sgan. Yo'limizda ajoyib bir narsa chiqdi. Mana shu binoning ichida suv tegirmoni joylashgan. Hozir mavsum bo'lmaganligi uchun ish jarayonining ustidan chiqmadik, lekin bu tegirmon necha yillardan beri avloddan avlodga o'tib, mana shu G'ilon qishlog'iga xizmat qilib kelyapti. Mana shu. Tepadan suv keladi va mana buni aylantirib beradi.
Ha, tepasiga o'sha tegirmon joylashgan. Tormozga qo'yilgan ekanda. Ha. Hozirda ishlamayapti ekan. Tepaga kelgan suv tezligi bilan tezlikni hisobida mana bu paraklarni aylantirib beradi. Safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha. Hammaga rahmat.